2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar 1% dan aylanmadan olinadigan soliq to'loviga o'tadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga kengroq qulaylik yaratish maqsadida qaror qabul qilingan. Qarorga asosan platforma yaratilgan. Tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs avvalgidek davlat xizmatlariga borib, u yerdan kalitini olib, ro'yxatdan o'tish shart emas. Ikkinchi qulaylik tomoni kassa apparat to'lov terminali o'rnatish shart emas faoliyatida. Birinchi Face ID orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Ro'yxatdan o'tgandan keyin sizlarga elektron kashalik ochiladi. Elektron hamyon. Hamma moliyaviy operatsiyalar shu telefonda mobil ilova orqali bo'ladi. Men yakka tartibdagi tadbirkor Ispanova Nasibaman. Rahmat aytaman to'g'risi, chunki bunaqa qulayliklar bizda oldin qiyinchiliklar bo'lardi. Masalan, o'zimga bitta buxgalter nima qilardim? To'g'ridan-to'g'ri telefon orqali shu narsalarni to'lovlarni qilsam bo'ladi. Telefonda uyda o'tirgan holatda to'lab qo'yish mumkin ekan. Juda ham qulayliklar, yaxshi, menga juda ham yoqdi. Asosan qulayliklari vaqtdan yutishimiz. Short faktura, bunaqa dokument ishlari, nimaga bor, налогga bor, boshqa borlardan ko'ra telefonimiz o'zida, shu yerda o'zida qilib ishimiz bitar ekan.